Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz va muhtaram birodarlar, bugun Allohning inoyati bilan iymon o'rnini siyosat egallasa, bu xatarli yo'l degan muhim bir mavzu haqida so'z yuritamiz. Islomni o'ziga bayroq qilib, islom uchun kurashish, haqiqatni aytyapman deb faol fuqaro qilib, har xil niqoblar ostida bid'at, siyosiy ifrotchilik va ahli sunna yo'lidan og'ish aslida bu ikki yuzlamachilikdir. Shuning uchun ey birodar, dinini blogerlardan emas, ilmi va taqvosi bor mo'tabar ulamolardan o'rganganingiz afzaldir. Faqat gapning ta'sirli chiqqani uchun emas, shariatning toza, sof uslubi bilan muvofiq namozda bo'laylik, aziz birodarlar. Qanchalik gapi to'g'ri tuyulmasin, shariat man etgan guruhlardan yiroq bo'l. Haqiqat faqat so'zda emas, manhajda. Iymoningni va oilangning osoyishtaligini asra. Ifrot g'oyalarga aralashish hayotni vayron qiladi. Jamiyatga esa zarar keltiradi va islomga dog' tushiradi. Diningizni asrang, aziz yurtdoshlar. Tavhidni mustahkamlaydigan, sunnatni tiklaydigan, axloqni chiroyli qilib ko'rsatadigan ulamolardan o'rganing va siyosiy g'azabni din deb ko'rsatadi ikkiyuzlamachi insonlardan ogoh bo'ling. Avaylab asrang o'zingni. Vallohu alam. Hammangiz Allohning arqoniga mahkam yopishinglar va parchalanmanglar.